Kamronbek aka, Husayn, obunachilarimiz qidirib yurgan qo'zi sovliqlar, yarishga sovliq qo'zilar originallari chiqadi. Videoni boshdan bosib qo'ysin. Xotirjam choydan bilib olib. aka, mana jonivorni yuzini qarang. Aka, haqiqatda siz uchun zo'rlaridan kelgan jonivor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizga ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'y ishqibozlari va mana bunaqangi yarichka to'qliq qo'zi ishqibozlari uchun akalar bugun hafta kuniga dushanba 2026-yil 27-aprel sanasida biz video syomkalarimizni o'sha mashhur arzonchi va optimchilar qishlog'i, Tepao'ron qishlog'iga yetkazamiz. Xudo xolasa kanalimizda anchadan beri chiqib turgan narlarni sindirib yo'lida qo'yib beryapti turgan Kamronbek akamni xonadonlariga kelamiz. Aka, xudo xolasa videoni boshidan siz like bosmadingiz, hali ham like tirs bosib qo'ying. Siz uchun faqat zo'rlardan chiqadi inshaalloh. Kamronbek aka, assalomu alaykum. So'ng yetkazib oldingizmi? Mazangiz yaxshimi aka? Obunachilar, tuzumizlar, mazalaring yaxshimi? Xudo xolasa obunachilaringizga Husayn qo'ylarni, yarichga sovliq qo'zilarni yig'ib terib olib qo'yganmiz. Faqat tozalari chiqadi Kamronbek aka. To'liq tozalari chiqadi. Bilasiz? Birinchi svitdagilar chiqadi. Hali qidirib yurgan, hozir talab kuchli bo'layotgan o'sha qo'zlar keldi. Bilasiz, xudo xolasa bizning kanalda yaxshi sifatli narsani ishqibozlari ko'p. Faqat sifatli narsa chiqaraman, xudo xolasa. Kamronbek aka, Faqat sifatli. videoni cho'zmaymiz. Boshladikmi? Boshladik Husayn. Boshladik aka. Like hozirdan bosib qo'ysiz. Hoji aka, like bosib qo'ying. Originallariga Kamronbek aka, qo'zlaringiz bir taraf yurgizingchi aka. Ha, jonivorlar o'zi tushunda bitta o'tyapti. Ha, jonivorlar. Shuni qo'yapti. Haqiqatda sifatli narsani ishqibozlari bo'lsa, aka, bugun videoni siz erinmasdan oxirigacha kuzatib turing. Siz uchun faqat Kamronbek akam originallaridan, zo'rlaridan qoni toza variantidan chiqarib beraman deyapti inshaalloh. Kamronbek aka, birinchi partiyamizga qo'ydi narxidan chiqarib beraman. So'ng Jaydar qo'ydi narxida. Jaydar qo'ydi narxida chiqadi deyaptilar inshaalloh. Kamronbek aka, birinchi partiyamizga son necha bosh aka? 14 dona. Soni 14. Bir dona qo'chqori bor. Bir dona qo'chqor, 13 dona sovliq. Shunaqa. Bir dona erkak bor, qolgani irg'ochi. Haqiqatda Kamronbek aka, misol endi ko'p yerlarda video qilib yuribmiz. Erkakni ko'rsatib qo'ying, erkagini. O, dokument ko'rinadi akalar. Kamronbek aka, masalan, ko'p yerlarda video qilib yuribmizda, sovlig'ini topish muammo bo'lyapti deb turgan vaqtda siz qaydan olib kelyapsiz? Bizga yetib keldi, xudo xolasa Husayn, dangal. Bunaqa narsalar kelish oson bo'lmayapti, to'g'risi. Haqiqatda o'zimiz bergan bo'g'oz qo'ylarni bollarini olib kelyapmiz, xudo xolasa. bollari kelyapti, hurmatli obunachilar. Mana Hoji aka, bittadan like bosib qo'ying. Kamronbek aka, va bularni yosh oyligiga kelsak aka, 4 oylikdan olishsin, 4 oylikka olishsin, plus minusga. 4 oy plus minusga olaverasiz. 4 oy plus minusga. Jonivorni qarang, bir qari junni ichida emas, hammasini junini olib tayyor holatga keltirib qo'yibsiz Kamronbek aka. Shunda yemni berib, mehrni beradigan joyga olib kelgizib qo'yganman. Mehrni berish kerak bo'ldi bularga. Yaxshi qarash kerak. Kamronbek aka, endi bular qo'zi yosh narsa-yu, lekin endi bo'yini nima deymiz? Bo'yi nima? Ha. 65 plus minusga olsin, bo'yiga talashmaymiz. Bo'yiga sifatiga talashasizmi? 65 dan kam chiqadigan qo'zi yo'q o'z bu yerda. 65 plus minusga olish olsin bo'ldi. 65 plus minus. Endi Kamronbek aka, bizga buni narxi qiziq. Taka bo'lsin, suti bersin. Obunachilar nima dedilaring? Kamronbek aka, obunachilarning so'z bitta deyishib, hayron qolishadigan narx aytaman. Yengil bo'ladi puli, Jaydar qo'ydi narxida. Shunaqa qo'chqarlar ham chiqyapti-da hozir. Chiqadigan pulga shunaqa qo'chqarlar ham chiqarib beryapti. O'zgapda. Yengil qilib chiqarib beraman, xudo xolasa. So'ng 4 million 200 ming so'mdan ketaveradi. O'tgan safargi qo'ylarni ham qo'ydik. Bitta odam olib qo'ydi, telefon qilib, "Bo'ldi-ku, menga chiqarib yubor, bo'ldi" deydi. Bo'pti, deb dastavkasini qilib berdi. xudo xolasa endi olib qolishdi. narxni yengil qo'yyapsiz. Haqiqatda elga qaraganda, masalan, endi Kamronbek elga qaraganda 500 ming, 1 million arzon qo'yishni iloji yo'q-ku. Sal yengil qo'yib beryapsiz. Yelda qaraganda yengil qilib qo'yib berishga harakat qilyapsiz, iloji boricha Husayn. O'z obunachilaringizdan ko'rib turgan hamma biladi. Men unaqa qimmat qilib chiqaradigan bo'la emasman. Kam bo'ldi. Shuning uchun yengil sotyapsiz. Shuning uchun yengil bu qo'ylarni 4 milliondan yengil, Alloh barakasini bersin. Obunachilar, biz obunachilar tomon endi Kamronbek aka. Mana shularni ham ko'rsatib. Bitikdan ushlab ko'rsatib bering olmasam, 4,5 ustida qo'ylar bor-da. Qochib ketib qolyapti. Chorzlaganda jonivorlar. Aka, bu yarichkaligini qarang jonivor, sifatini qarang. Ko'rsataveramiz mana. Mana.
Mana Bir jonivor boshdan. akalar, xudo xolasa Mana. sifatiga haqiqatda gap bo'lishi mumkin emas qo'zilaringiz aka. Mana mo'monlarini, oq yuzlarini. Yarichkasi aka. Mana. Haqiqiy yarichkasi. O'ta Qo'y kelishgan jonivorlar narsalar. qarang. Kamronbek aka, bularni endi sal narxini kelishtirib bermasangiz bo'lmaydi aka. Sen bittaga narx o'ynamayman bo'ldi. 4 million 100 ming so'mdan ketaveradi. Sen Yo, 4dan tekis qilaylik aka. salda to'lib terilib olganini qarang bular. Jonivorlar qarang aka sifatini. Orqasini ko'rsatib qo'ying, keling. Mana, Keling. mana jonivorlar aka. Xudo xolasa, mana o'zingiz ko'rib turibsiz, soldatga o'xshab terilib oldi ya jonivorlar. Mana. Soni 14 dona. Cheese beraveradi. Mana. Hoji aka, bir qora olib, tashlab qo'ying. Xudo xolasa, kuzga borganda bitta yaxshi qo'chqorni qo'shib qolsiz, chiroyli qilib aka bolani olib beraverasiz. Nima deysiz Kamronbek aka? Bitta qo'shib qo'shadigan payti keladi kuzda, xudo xolos. Qo'shib qo'ysin bo'ldi. Pulni tagida qolishadi. 4 milliondan yengil Alloh barakasini bersin. Xursandman men deb telefon qilishsin 4 million so'mdan yengil barakasini bitta gap. Xayriga o'tib beraman hammasini olganga. Alloh barakasini bersin Kamronbek aka. Xudo xolasa, Hoji aka 4 million so'mdan ozginadan xayrini ham qilib beraman deyaptilar inshaalloh. Balajaga olganga. Endi shoshilib, Norg'achisi bitta erkagi bor. endi shoshilib telefon qilib aloqaga chiqmasangiz bo'lmaydi. Ulgurdi degan video Xudo xolasa Hoji aka. Kamronbek aka, keyingi partiyalarga o'taveramizmi aka? Keyingi partiyalarda ham bir obzorni qilaylik. Yorib. Aka, Xudo xolasa, keyingi partiyamizga ham Kamronbek aka qo'ziladi davomi ekan-a. Qo'zlar davomi. Jonivorlar qaranglar. 4 dona olib boqaman deganga alohida ajratib qo'yganmiz, yirikroqidan bu safar. Haqiqatda yirikroq ekan. Oldingi partiyaga qaraganda aka, Xudo xolasa sal yirikroq ekan. Haqiqatda 5 oylik. 5 Mana oylik. jonivorni qarang. Yarichkasi bor ekan. O, jonivorlar qarang aka. Oh, yuz. Tikka bu. Haqiqatda. Stoykalarga bir Xo'p, Kamronbek aka, bular ham urg'ochimi endi? Arg'ochi o'zi. Zakazga olib kelyapsiz, sen shuni. Hammasi urg'ochi ekan jonivorda aka. Xudo xolasa mana aka siz uchun Hoji aka hech bo'lmasa mana shu 4 donasini olib tashlab qo'ying. Sifatini qarang. Bular original variantidan ekan haqiqatda aka. Mana jonivor. Kamronbek aka, hop bo'yini nechiga berasiz aka? Bo'yi 65 pilisida olish. 65 ga olsin, pilisida lekin. 5 oy 65 pilisga olar ekansiz Hoji aka. Xudo xolasa mana jonivorni qarang. U yarichkasini qarang. Qulog'ini qarang. Kelishgan. Shirinasini qarang quloqda aka. Mana bunaqasi ham Stoykasi qalin ekanda jonivorda akalar. Kamronbek aka, sen. lekin chorsagan jonivorlar. Stoykalarga Chors narsalar ekan aka. Xudo xolasa sifatini qarang. Aka, Xudo xolasa videoni xato kamchiligini oldindan obunachilardan hammalardan uzr so'rayman. Qanday holatda bo'lsa, shunday holatda qo'rada ko'rsatib beryapmiz. Xato kamchiligi oldindan uzr akalar. Kamronbek aka, aka endi bizga buni narx qiziq to'g'risi. Mana jonivorlar qarang aka. To'g'risi Sen narxini o'ta yo'lida qilib chiqarib beraman. tortishmaylik akalarimiz. O'tgan qo'ylar 4.5 dan ketaveradi. Ikkalamiz tortishmaylik. Kamronbek aka tortishmaylik deganim sar tortishadigan qilyapsiz-da. Yo'q, o'zi aytyapman, 5 ta sutda ketyapti mana shu qo'ylar ham. Haqiqatda o'zi boshqalar qo'yyapti-yu, lekin siz ancha arzon qo'yasiz-da boshqalarga qaraganda. Kamronbek aka sal kelishtiring aka. Sen qo'l tashlang. Sen 44 dan olishadimi? Yo'q, 43 dan olishadimi? 42 dan olishadi. Sotdim olishsa bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin, hurmatli obunachilar. Bizda puli yengil. Mana 4 million 200 ming so'mdan akalar oldingi partiyadan anchagina tetik variantidan hurmatli obunachilar. Mana o'zingiz bahoni beraverasiz. Like'larni bosib, aka, kommentariyaga yaxshi fikr izohlaringizni qoldirib keting inshaalloh. Bundan-da zo'rlari hali oldinda aka. Biz keyingi partiyalarga o'tamiz, Kamronbek aka. Keyingi partiyaga o'tamiz. O'ta go'zallaridan chiqadi aka. Xudo xolasa, irimli kuzatib turing. Siz uchun, bugun aynan siz uchun bo'lyapti aka. Aka, Xudo xolasa, siz uchun keyingi partiyamizga qo'ydi haqiqiy original variantidan aka. Jonivorda qarang sifatini, mashalloh. Bittadan like bosmasangiz shu yeriga bo'lmaydi Hoji aka. Yuzini qarang, ikkalasini ham. Jonivorni qulog'ini qarang, boshlanishi bor, tugashi yo'qdan jonivorlarda akalar. Badani ham zo'r. Kamronbek aka, to'g'li qo'zimi endi bular? To'g'li qo'zlar 7-8 oylik yoshi. Ana busi aka, lekin juda chors narsa ekan-a. Chors narsa. Haqiqatda chors ekan akalar. Sifatini qarang bular aka. Stoykasiga bir baho berib Bahoni berib qo'ying. Quloqlariga. Mana
O jonivorni qulog'ini qarang. Kamronbek aka, bo'yi nechiga berasiz? 70 pilisda 70 ga olsin. 70 ga olaverasiz, hoji aka mana. Siz uchun aynan. Kamronbek aka, hop, yedishda sog'lomliklarda muammolar yo'q-a? Garantiyalari. Aybi bichadi xolos. Aybi ko'p yeydi. Garantiyalarni beraverasiz. Ha, garantiyasini beraveraman. Garantiyalari bemalol 10 beriladi. kunga, bir hafta emas. Bir hafta emas. Uch kun bonusi Ana aka, 10 kunga Hamma bir berildi hafta garantiyasi ham. Haqiqatda ishqibozlari bo'lsa, akalar tavsiya qilib qolaman, jonivorlar lekin haqiqatda chiroyli narsa ekan akalar. Masalan, o'zimga ham yoqdi qo'ylar. Kamronbek aka, Bir ko'rishda o'zi hammaga yoqadigan qo'ylar. obunachilarimizga endi buni narxini chiroyli qilib aka, Husayn, xalqqa tushadigan qilib akajon. Husayn, ko'ryapsiz, o'zingiz ham chiqarib yuribsiz, qancha shiyatganini bunaqa qo'ylardi. Ko'ryapmiz endi. Ko'ryapsiz. Men bitta narx aytaman. 5,5 million so'mdan dastlabki qilib bera olaman. O'tib berasiz endi. Qaygacha bo'lsa, Samarqandgacha bepul. O'tib berasiz endi, sal 100 kelishtiring. ming so'mni o'tib bersam bo'ladimi? 200 dan o'tib 400 ming. Shunda 5 million, 300 dan bo'ladimi? 5 million 300 dan bo'ladi. Mana qo'ylarga ham bir baho berib qo'ysa, mana bittani puli bo'ladi-da o'zi. Ko'ryapsiz. Endi masalanda aka, qo'ylar bitta ko'rsatib qo'ying yana. mana aka. Hop, 5 million 200 mingdan degan to'g'risi men ham xijolat qildim. O'zi narxlarni yaxshi qo'yib beryapsiz. Obunachilar ham bilishadi. Kommentariyada xudo xolasa o'zlari bitta yaxshi fikr qoldirib ketishadi-yu. Kamronbek aka shuni yengil, Alloh barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham 5 million 300 ming so'mdan aka nima deysiz? So'yin tega. Like bosgan odamga, kommentar yozgan odamga 5 million 300 dan ket. Qo'y sotiladi. Xayri bor. Xayri bormi? Xayri bor. Jonim sog' bo'lsin o'sha. Xayri bor akalar, mana. Savdo sunnat. Bemalol telefon qilib savdolashaverasizlar akalar. Xudo xolasa hech kim aytganiga sotmagan akalar. Aloqaga chiqinglar, inshaalloh ishlaringni bitirarlar. Kamronbek aka, keyingi partiyalarga o'tamiz. Mana jonivor aka. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa keyingi partiyamizga Kamronbek aka, ona bolami? Ona bola, originalidan ona bola. Haqiqatda onasini Yirik qarang variantidan. aka, o'ta yirik gigant narsa ekan, hurmatli obunachilar. Bolasi urg'ochi Husayn. Yoshi bolasiniki 4 oylik, onasiniki 4 ish. Birinchi bolasi 4 ish, birinchi bolasi. Ha. Ikkinchisiga endi tug'adi Husayn. Ikkinchisiga endi tug'adi. Qo'shqar qo'shib qo'yishadi. Endi boladan ajragandan keyin, ha. Hozir xohlasa. qo'shsa ham bo'laveradi. Lekin hozir qo'shib qo'ysa ham bo'ladi, chunki bolasi aka 4 oylik bo'libdi-da jonivordi. Bolasi ham katta Bolasi narsa ham ekan. kichkina narsa emas, onasi bilan tenglashib qo'yadi. Haqiqatda. Xo'p, aka onasini bo'yi nechiga berasiz? 85 ga beramiz Husayn. 85 ga olaverasiz, hurmatli obunachi. Xo'p, Kamronbek aka, endi aka buni bizga Bu narx so'nggi qiziq. partiya, narxini unaqa oshiqcha gapirib o'tirmaymiz. Ha, oxirgi partiyamizmi? Bo'ladigan, ha, oxirgi partiya. Bo'ladigan gapni gapiraman. Ma'qul kelgan odam aloqaga chiqaveradi. Hurmatli obunachilar, mana aloqaga chiqaverasizlar. Kamronbek aka, bo'ladigan qilib 12 million so'mga xayri bor. xalqqa tushadigan qilib aka 12 12 million so'mga xayrini qilib berasiz. Xayrini qilib beraman 12 million so'm. Ekranda Kamronbek akamiz nomerlari bo'ladi. Akalar, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bizni qo'llab-quvvatlab turganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Xudo xolasa yangi partiyalar kelishi bilan Kamronbek akamiz bilan Xudo xolasa chiqaramiz yana. Shu yergacha ko'rganlarda vaqtiga olgan bo'lsak, rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa, like bosib patashga qilib turganlarga qo'ylarda har dam marinalarini chiqaraveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.